Va nihoyat, barcha intizorlik bilan kutgan lahzalar. Loyihada yulduz kabi porlagan inson, shou faxriga aylangan ishtirokchi, O'zbekiston Got Talent g'olibi. Jansulu Taqdimonatova. Tabriklaymiz. G'alaba muborak bo'lsin. Tabriklaymiz. Barakalla, siz buni uddaladingiz. Aynan siz yurtimizning birinchi raqamli talanti degan nomga va 100 million so'mlik mukofotga sazovor bo'ldingiz. Bu esa sizga. Bu unutilmas safar bo'ldi. Bu biz birga bosib o'tgan ilhomga, orzular, haqiqiy mo'jizalarga to'la yo'l bo'ldi. O'zbekiston Got Talent'ning birinchi mavsumi tarixiga kirdi va bu tarixni biz birgalikda yozdik. Biz bilan birga bo'lganingiz, bizga ishonganingiz, birgalikda kulganingiz, qo'shilishib yig'laganingiz va albatta tinmay olqishlaganingiz uchun rahmat. Yurtimizning eng yorqin sahnasida yana keyingi mavsumda ko'rishguncha! Xayr!